Bugun ikkinchi rejalashtirilgan operatsiyamiz. Demak, umurtqa pog'onasi agressiv gemangiomasi. Mana MRT snimkalarda ko'rish mumkin. Demak, 12 agressiv gemangiomasi. Demak, umuman 6 ta gemangioma mavjud bemorda, lekin eng bezovta qilayotgani 12-ko'krak umurtqasi agressiv gemangiomasi. Hozir bu bemorda vertebroplastika operatsiyasi bajaramiz. Bu demak 15 kun davom etadi. Ma'li og'riqlantirish ostida, demak, o'sha umurtqaga suyak sementi to'ldiriladi. Ikkinchi umurtqalar vertebroplastika qilindi. Agressiv gemangioma. Mana hozir ikkinchi umurtqaga ignani qo'ydik hozir. Demak, ichiga suyak sementi yuboramiz. Shu bilan operatsiyamiz tugaydi. Sog' bo'linglar.